qo'yimizni tug'ilib bolasi o'lgandan keyin, emadigan qo'zi bo'lmagandan keyin qo'yimiz mastik bo'lgan. Yaxshi biz vaqtida sezib qoldik, mana hozir ko'rasizlar. Mana yering chiqyapti. Hozir bunga muolajasini qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Yaxshi bo'lib ketadi. O'zi juda ham zo'r sog'lom. Qani qo'zi sog'lom, mana issiq yering chiqyapti ichidan. Bunda ushlaganda yerim qotib qolgan edi. Hozir buni sog'ib olamiz. Sog'ib olgandan keyin uni ichiga mastikat jo'natamiz 5 gram. Mastikat jo'natgandan keyin 2 soatdan keyin gel двойной действие, лошадиный gel suramiz. 12 soatdan keyin kechqurun kelib, kechqurun sog'ib olamiz keyin. Yana 2 soatdan keyin sira suramiz. Yo'q. 2 soatdan keyin surish. Ana, deyarli oxirigacha sog'ib oldik. Sog'ishdan oldin 2 soatdan ko'tarilibdi. Qo'yimiz taxminan 50 kg, 1,5 millilitrda, 1,5 millilitrda ketoprofen qilgan og'riq qoldirish uchun. Undan keyin pensiret turist qildim. 3 gram 7 kg trivazinga. Kimdirlar gentamitsin, gentam qilish ham mumkin. U ham mastikani davolashga, stafilokokni davolashga yaxshi antibiotik ekan. Lekin menga o'zimiz ishongan yaxshi veterinar akamiz seftanit bilan adashmasam shu sefka furt tarkibli dori aytgan edilar. Men endi uni o'zimga yaqin bo'lgan dorixonalardan topa olmadim. Shuning uchun bundan foydalanaman. Bo'lmasa seftaklin yoki seftanitdan foydalanardim o'zi. O'chir. Yeringini sog'ib bo'ldik. Qonlash chiqisha boshladi. Endi bu yoqqa mana shu najani chiqisha boshlaymiz. Buni aylantirib chiqaradi bu najani. Vazelinlangan uchi veterinar dorixonalarda sotiladi. Buni oxirigacha chiqish kerak. Chunki bitta qilgandan keyin dori jo'natiladi. Ichkariga vazelinlangan bo'ladi. Hozir qo'yga ozgina og'riq bo'lishi mumkin, noqulay bo'lishi mumkin. Qo'yamiz. Vazelinlangan emas. Mana shuni tiqib turib 5 gram anaqa jo'natamiz. Mastikat jo'natamiz. Deyarli mana kirdi. Anaqamiz kirdi. Naychamiz kirdi. Endi unga mastikat jo'natamiz. Mana qopqolar bor. Mastikat qo'yamiz. Mana mastikat degan nitafarma dorisi. 12 soatga mana bu yerda yozuvlari bor. Mana bu yerda mana shu 5 gramgacha mana shu o'zagida shtukda millilitrlari bor. Shuni 5 gram uramiz. 5 mana bitta mana shu uramiz. Bismillah. Alloh sabab qilsin, shukr bo'lsin. Mana o'zi shuni aytib tushirgan qo'ying. Hemen kirdi. Bismillah. Shulab turib, sekinlik bilan jo'natamiz. 5 gram mana kirdi. Bo'ldi endi. Hop. Dorini olamiz. Va doktor o'rgatganlarda yelini shunaqa siqib turib, keyin orqaga tortamiz uni. Orqaga tortamiz. Bir marta ishlatiladi bu. Keyin siqib turamiz ozgina, shu yelinga yetib olish kerak dorilar. Yelini ichini, yeringlarni eritib, ichida o'zining anaqalari bor, antibiotiklari bor, davolaydi. Ana endi hozir lashadini двойной gel действие suramiz hozir. Surib qo'yamiz, qizdirib, xudo xohlasa yeringlarni eritib, kechga yana sog'ib olamiz qo'limizni. Kechga. Gel 2 soatdan kerak, to'g'ridan to'g'ri surib olamiz. Xudo xohlasa eritib. Ozgina qon chiqdi yelindan. Endi bu yerga anaqadan sepib qo'yamiz, spreydan, dezinfektan sepib qo'yamiz. Rashatalab, hamma qilmaslik uchun. Bezovta qilmaslik uchun solamiz ana. Xudo xohlasa. Shifo bersin. Bundan chiqqan yeringlarni hammasini bitta idishga oldim. Hamma yoqqa tashlamadim. Idishga oldim, uni ko'miraman. Chunki ichidagi yeringga yuqumli, boshqa sheringlarga ham yuqishi mumkin. Mana obed turgan dorimizni sog'ib yering emas. Nim qonga o'xshagan qizg'ishroq suyuqlik kelyapti. Teshigi yaxshi o'xshagan. Xudo xolasa dori o'rtasi qilib olsa.